Mana shu narsa chaynab ketsa bormi, sinib ketsa, 50 million xarajat bizni kutib turgani aniq. Agarda korpusi ham qo'shilib yorilsa, unga yana 30 million qo'shib qo'yaverasiz. Ushbu ko'rib turgan ehtiyot qismlar Arion 630 da orqa bartovoy ehtiyot qismlari hisoblanib, buni hozirgi kunda juda ham ko'p sinib ketish holatlari uchrayapti. Bizga kelib tushgan o'sha so'rovlardan bunga nimalar sabab bo'ladi? Buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Eng asosiy sabablaridan biri bu texnikamizga to'g'ri moylardan foydalanish, ya'ni GL turkumiga oid moylardan foydalanish. Ikkinchisi vaqtida moylarni almashtirish. Vaqtida almashtirmasak, to'g'ri moy tanlamasak nimalarga olib keladi? Birinchi sabablaridan biri bu o'sha pachimliklar. Ichki pachimliklarimizni yeyilish oqibatidan o'zidan qirindilar ishlab chiqaradi-da, vinets hamda shesternalar orasiga kirib, bularni ham sindirib, butunlay sindirib yuborish holati hamda korpusimizgacha yorib yuborish holatlariga olib keladi. Keyingi holatlarda og'ir agregatlarda foydalanayotganimizda o'sha botqoqlikda chiqish vaqtidagi balonni aylanishdan birdaniga quruqlikka chiqqan holatda qattiq nagruzka orqali bunda ham sindirib yuborish holatlari ko'p bo'ladi. Keyingi sabablari ko'pchilik biladi bu narsani, to'g'riga-to'g'ri blokirovkadan foydalanish, ya'ni keskin burilish hamda tekis yo'lda o'sha blokirovkadan foydalanib haydasak ham ushbu ehtiyot qismlarimizga keskin zarar yetkazadi. Yana sabablariga agregatlarimizni to'g'ri taqsimlash, ya'ni orqadagi o'sha tenglikni to'g'ri olib yurish ham juda maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan yana bir sabablardan biri bu haydayotganimizda korobkamizni baland skoroustda ushlab, motorimizni past oborotda haydasak ham vinetslarimizni aylanib ketish holatlari uchraydi. Bunaqa misollarimiz juda ko'p, hattoki balonlarimizni barlar, ya'ni davleniyalarini 2 dan pastroq ushlashimiz ham tavsiya etiladi. Siz bu borada qanday fikrlardasiz? Fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiring. Asosiysi videomizda Arion 630 borlarga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.